Odamlar, eshitmadim demanglar. So'lim Toshkent viloyati barcha hamyurtlarimizni yana bir bor o'z bag'riga chorlaydi. 21-22 avgust kunlari Parkent tumani Zarkent qishlog'ida doimiy an'anaga aylangan uzum sayli xalqaro festivali bo'lib o'tadi. Festival doirasida sara uzum navlari va turli qishloq xo'jaligi mahsulotlari ko'rgazma yarmarkalari, ilmiy amaliy konferensiyalar, milliy urf-odatlarimiz namoyishlari, taniqli xonandalar ishtirokidagi gala konsertlar va bir-biridan qiziq madaniy tadbirlar o'tkaziladi. Ishoning, Parkentning go'zal tabiati, musaffo havosi, mehmondo'st insonlari va asrlar davomida sayqal topgan uzumchilik an'analari sizda unutilmas taassurot qoldiradi. O'zbekona milliy qadriyatlar ruhidagi ushbu saylga barchangizni chorlab qolamiz. Keling, ko'ring, bahramand bo'ling.